Assalomu alaykum, kanalimiz qatnashchilari. Hop, bugungi o'tgan mavzumiz Reading Challenge bir kitobini 3-yuniti bo'lar, ya'ni Hurricane Who tornadolar haqida artikelni ko'rib chiqamiz ekan. Hop, boshlaymiz. Birinchi mashqni nima qilamiz? Doimgidek 6 gapga sinonim topishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi danger, ya'ni xavf-xatar. Bunga sinonim big trouble, ya'ni katta muammo sinonim bo'la oladi. Keyingisi detect, aniqlamoq. Bunda to'g'ri javob find, ya'ni topmoqqa olsak bo'ladi. Information, ma'lumot degani, factga sinonim bo'ladi. Occur degani sodir bo'lmoq degani, bunga sinonim happen bo'ladi. Similar, bir xil deb tarjima qilamizda, almost same alike olsak bo'ladi. Decide degani qaror qilmoq degani, bunda to'g'ri javob choose, ya'ni tanlamoq degan so'zni olyapmiz. Xo'p, azizlar, matnga o'tamiz. Hurricane Who, tornado nima? Tropical cyclones are called typhoons in Asia and hurricanes in North and South America. Tropik siklonlar deyapti. Osiyoda to'fon deyilsa, Shimoliy va Janubiy Amerikada tornado deb ataladi. These storms go around like a wheel turning to left when they hit the northern part of the world. Bu shamollar deyapti, xuddi g'ildiraga o'xshab aylanadi, dunyoning shimoliy tarafida chap tarafga qarab. They have wind speeds of 60 kph or more. Ularning shamol tezligi soatiga 60 km ekan. Buni 60 kph degani kilometr per hour deb tarjima qilamiz. In the United States, the Tropical Prediction Center in Miami, Florida keeps an eye for hurricanes. Amerika Qo'shma Shtatlarida shu tropik tadqiqotchilar markazi bor ekan, Mayamida joylashgan bo'lib, yerda ular shamollarni kelishini oldindan kuzatar ekan. When meteorologists detect a hurricane, they give the name. Qachonki o'sha tadqiqotchilar to'fonni aniqlashsa, unga nom berishadi, deyapti. They can use either a male or female name. Ular yoki erkak yoki ayol nomidan foydalanishadi, ya'ni ismidan. Why should tropical cyclones have names? Nimaga tropik siklonlarni nomlash kerak? The name makes it easier for people to keep up with information about hurricane and its possible dangers. Ism deyapti, odamlarni xabardor qilib turadi, hamnafas, ya'ni keep up with degani hamnafas. Ma'lumot bilan xabardor qilib turadi shu to'fon va uni ortidan kelishi mumkin bo'lgan xavflardan. The World Meteorological Organization and International Weather Group decides what names will be used. Shu dunyo tadqiqot markazi deyapti, shu ob-havo guruhi qaror qildi qaysi ismdan foydalanish kerakligiga deyapti. The WMO makes list of names uses English alphabet. O'sha tashkilot ismlar ro'yxatini ingliz alifbosidan foydalangan holda yasadi, ya'ni yaratdi. Each name on the list starts with different letter. Ro'yxatdagi har bir ism har xil harf bilan boshlanadi. The first hurricane of the year gets first name on that year's list. Birinchi yilning birinchi to'foni deyapti, o'sha yil ro'yxatida birinchi nomni oladi. The second hurricane gets next name. Ikkinchi to'fon bo'lsa, ikkinchi nomni olar ekan. For example, if the first hurricane is named Abel, the second might be named Betty. Misol uchun, birinchi o'sha tornadoning oti Abel bo'lsa, ikkinchi tornadoning oti Betty bo'lishi mumkin ekan. The name lists don't include names beginning with letters Q, U, X, Y and Z. Hop, ismlar ro'yxatida siz deyapti, o'sha Q, U, H, Y, Z bilan boshlanadigan nomlarni ko'rmasligingiz mumkin, deyarli yo'q, deyapti. There are many names that begin with these letters. Asian countries use different lists. Osiyo davlatlari boshqacharoq ro'yxatdan foydalanishadi, which is made up by the famous Typhoon Committee. Qaysiki o'sha tashkilotni komiteti tomonidan tuzib berilgan. The list has few personal names, but most of the names are flowers, animals, trees and other similar things. Bu ro'yxatda ko'pincha bir qancha shaxsiy ismlar bor, lekin ularning ko'pi deyapti, gullar, hayvonlar, daraxtlar va shunga o'xshash narsalar ekan. Hop, azizlar, endi savollarga o'tamiz. Reading comprehensionda o'qiymiz. What is the main idea of this reading? Berilgan matnda asosiy g'oyasi nima deyapti? Why tropical cyclones are named? Nimaga shu siklonlarni nomlash haqida? What tropical cyclones can do? Tropik siklonlar nima qila olishi haqida? How tropical cyclones are named? Tropik siklonlar qanaqa qilib nomlanish haqida? Who watches for tropical cyclones? Tropik siklonlar kim kuzatish haqida? Bunda to'g'ri javob C bo'ladi, ya'ni o'sha tropik siklonlarni qanaqa qilib nomlanish haqida bo'ldi.
In which direction do tropical cyclones go around in northern part of the planet deyapti. Hop, shu tropik siklonlar dunyo bo'ylab sayyorani shimol tarafiga qaysi yo'nalishda aylanadi deyapti. Down, pass, ya'ni pastga qarab aylanishi mumkin. B'da the same direction as clock, soat yo'nalishini bir xil yo'nalishda. C, the opposite direction of clock, soatga teskari yo'nalishda. Up, tepaga. Bunda to'g'ri javob C bo'ladi, chunki soat 10 ga qarab yursa, matnda o'sha siklonlarni chapga qarab aylanadi dedi, ya'ni soat yo'nalishiga teskari ravishda. Hop, uchinchi savolimiz, the fifth hurricane of 2015 might have his name. 2015-yilda bo'layotgan 5-to'fon nomi nima bo'lishi mumkin? Hop, to'g'ri javob bunda E bo'ladi, ya'ni alifboning 5-harfi, Eric. C javob to'g'ri bo'lyapti. To'rtinchisi, which name would the hurricane not have? Qaysi hurricane, ya'ni o'sha to'fon qaysi nomni olmasligi mumkin? Bunda to'g'ri javob D bo'ladi, ya'ni Yanni. Chunki bu Y bilan boshlangan harfga naqa yo'q? To'fon yo'q. 5-si, why should tropical cyclones have names? Nimaga shu tropik siklonlarni nomlash kerak ekan? A'da aytayaptiki, it sounds interesting. Bu qiziqarli tuyuladi. B'da aytayapti, the names help people. Ismlar odamlarga yordam beradi. C'da aytayapti, the names are code for the WMO. O'sha ismlar deyapti WMO tashkiloti uchun kod vazifasini bajarib beradi. D'da aytish bo'yicha it's traditional, bu an'anaviy narsa. Bunda to'g'ri javob B bo'ladi, chunki odamlarga yordam beradi. Odamlar nomi orqali uni orqasidan kelishi mumkin bo'lgan xavflarni bilib olishlari osonroq. Xo'p, idiomalarga o'tamiz. Birinchisi keep an eye for, ehtiyot bo'lish, hushyorlik qilish. Keep avis, hamnafas bo'lish. Make up, tayyorlash. Birinchisini o'qiymiz. I will deyapti something a list of questions to ask travel agent. Bunda to'g'ri javob make up bo'ladi, chunki to'liq make upni qo'ysak, I will make up, ya'ni men savollar ro'yxatini yasayman travel agentligi, o'sha sayyohlik agentligiga berish uchun. She always the latest music, so'nggi musiqa deyapti oxirida. Demak, so'nggi zamonaviy musiqa bilan nima bo'ladi u? Hamnafas bo'ladi, keep up with. She always keeps up with the latest music. Uchinchisi, when you cross the street, qachonki sen ko'chani kesib o'tganingda, something cars, mashinalar, ya'ni mashinaga nima bo'lishi kerak? Ehtiyot bo'lishi kerak. Keep an eye for cars bo'lar ekan. Azlarning summary'si yo'q ekan, testga o'tib ketaveramiz. Choose the best word or phrase to fill in the blank. Birinchisi, the teacher decides her students' grades, their test scores and homework. O'qituvchi qaror qildi ularning baholarini bir nima ekanda, ularni vazifasiga ko'ra. Bunda to'g'ri javobimiz according to bo'ladi, ya'ni ga ko'ra, ular testiga ko'ra. Qolganlari bo'lsa creating, yaratmoq bo'lib qoladi. Deciding, qaror qilgan bo'lib qoladi. Naming, nom bergan bo'lib qoladi. Ikkinchisi, he often uses the internet to gauge, u internetdan tez foydalanadi nimadir qilish uchun. Information, ma'lumot olish uchun. Danger, xavf olish uchun. Test, tan bilish uchun. People, odamlar olish uchun. Bunda eng to'g'ri javob A bo'ladi, ya'ni ma'lumot olish uchun foydalanadi. Hop, uchinchisi, my house is very small. Meni uyim juda kichkina. Surprisingly, it doesn't a bathroom. Hayratlanarli joyi shundaki, u hatto hammomni ham nimadir qilmas ekan. Keep up, ehtiyot qiladi yoki saqlaydi. Catch on, ommalashgan. List, ro'yxat, include o'z ichiga oladi. Bunda to'g'ri javob D bo'ladi. U hatto o'z ichiga hammomni ham olmaydi deyapti. To'rtinchi test. We named our dog George. Biz itimizni George deb nomladik. And then we found out she was a dog. Keyin biz aniqladikki u it deyapti. Qanaqa it bo'lishi mumkin? Female, ayol. Possible, ehtimol. Easy, oson. Freezing, muzlagan. Bunda eng to'g'ri javob female bo'ladi, chunki qolganlari to'g'ri kelmaydi. Possible degani imkon qadar, easy, oson, freezing, muzlagan. 5-si, qanaqadir so'z kelganda countries like Singapore are hot all the time. Qanaqadir davlatlar Singapurga o'xshagan, har doim issiq bo'ladi. Endi qanaqa davlatlar issiq bo'ladi? Fantastik davlat to'g'ri kelmaydi. Male, ya'ni erkak davlatlar bo'lmaydi. Tropical, mana shu tropical countries bo'ladi. Tropik davlatlar. Endi international, xalqaro davlatlar degan tushuncha yo'q bizda. 6-si, the street is very busy. Ko'cha juda ham tirband. You should for cars when you walk across it.
Sen nimadir qilishing kerak ekan, ko'chani kesib turganingda. Keep up is hamnafas bo'l mashinalarga, find out mashinalarni topgin, watch out ehtiyot bo'l, check in ro'yxatdan ol. Bunda to'g'ri javob watch out bo'ladi, ya'ni ehtiyot bo'lmoq. 7. Hurricanes usually in summer. Hurricane o'sha to'fonlar odatda yozda nimadir bo'lar ekan. Occur sodir bo'ladi, go around aylanib yuradi, make ro'yxat qiladi, detect aniqlaydi. Bunda to'g'ri javob A bo'ladi, ya'ni sodir bo'ladi. B ga o'tamiz. My sister and my mother have very hairstyles. Mening oyim va singlimda qanaqadir soch turmagi bor. Bunda endi bizga nima kerak? Sifat kerak. Similar sifat bo'ladi. Bir xil soch turmaklari bor. 9. I can't the problem with my computer. Can't o'z-o'zidan can'tagi nima kelishi kerak? Fe'l kelishi kerak. Fe'lni aniqlaymiz. Detect, detective, detection. Bunda to'g'ri javob detect bo'ladi. Aniqlamoq, chunki bu fe'l. 10. It's not too swimmy here. The beach is very safe. Bu yerda suzish bir nima ekan, ya'ni sifat kerak bu yerda ham. Bu sohil deyapti, juda ham nima xavfsiz. It's not dangerous. B bo'ladi. To'g'ri javob sifat bo'ladi.